Assalomu alaykum qizlar, sizlar bilan endi garnir tayyorlaymiz. Buning uchun tavamizga ozgina yarim cho'mich yog' solamiz. Makfa makaronlar bor, shunaqa vermishellari mayda. Ozgina yog'imiz qizigandan keyin olovimiz o'rta, balon qilib yubormanglar, solib bir siqimcha solasizlar. Uni o'zingizlar xohishinglar, xohlasanglar kamroq, xohlasanglar ko'proq. Yarim piyolacha soldim men. Solib qovurishni boshlaymiz. Tepasidan ketmaydi, tez qizarib ketadi. Sekin rang kirgandan keyin, jigarrang rangi kirgandan keyin, chiroyli zolotistay bo'lgandan keyin bu yoqda kosada, bir kosadan sal kamroq manda lazer guruch yaxshilab yuvib qo'yilgan solasizlar. Qancha guruch solsanglar, shuncha suv solasizlar qizlar. Mana guruchinglar уже qovuriladi-da, bir-biridan ajralib уже quruqroq bo'ladi, dona-dona bo'ladi, yog'ini shimib oladi. Ana o'shanda keyin biza hozir qancha guruch solgan bo'lsam, xuddi shuncha suvga, muzdek suvga ozgina yarim choy qoshiq roltim pripravasini solib aralashtirib qo'shaman. Mana o'sha ajraldi, guruchlar dona-dona bo'ldi, olovimiz o'rta. Endi mana suvni solaman. Yana ozgina sovordim, sal kam-kam. Shu mana guruchinglar ko'mishi kerak suv, ko'p kerak emas. Va ozgina bir osh qoshiqcha limonli sok solib, ozgina tuz solib, qaynab chiqqandan keyin past qilib yopamiz qopqog'ini. Va suvni terib olguncha kutamiz past olovda. Suvni tergandan keyin aralashtirasizlar, qaraysizlar, guruchinglar hali pishmagan. Suvni terib bo'ldi. Keyin yana ozgina 1-2 osh qoshiq suv solamiz, yana aralashtiramiz. Mana shu jarayonni 2-3 marta takrorlaymiz to guruchimiz dona-dona bo'lib pishguncha ozgina suv solib, shunaqa qilib damlab pishirib olamiz. Bitta suv solgan bilan pishirib olmayman. Mana shu usulda qilsanglar zo'r chiqadi.